Ikkinchi pora Baqara surasining 142-oyatidan boshlanadi. Odamlarning nodonlari, ular musulmonlar ilgari yuzlangan qiblalaridan voz kechishlariga bois nima ekan deyishadi. Ayting, mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, sizlarni, musulmonlarni boshqa odamlarga, ummatlarga guvoh bo'lishingiz va payg'ambarning sizlarga guvoh bo'lishi uchun o'rta ummat qilib qo'ydik. Siz yuzlangan oldingi qiblani biz faqat orqaga qaytib ketayotganlar ichida kim payg'ambarga ergashar ekan deb qildik, qayta tikladik. Albatta, bu o'z qiblasini o'zgartirish Alloh hidoyat etgan kishilardan o'zgalar uchun og'ir ishdir. Alloh iymonlaringizni Baytul Maqdisga qarab o'qigan oldingi namozlaringiz ajrini zoye ketkizmas. Albatta, Alloh odamlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. Goho yuzingizni vahiy kutib osmon bo'ylab o'girib turishingizni ko'ryapmiz. Xotirjam bo'ling. Sizni o'zingiz rozi bo'ladigan qiblaga, Ka'baga yuzingizni o'girtiramiz. Yuzingizni Masjid-i Harom, Ka'ba tomonga buring. Ey mo'minlar, sizlar ham qayerda bo'lsangiz, yuzlaringizni o'sha tarafga buringiz. Ahli kitoblar buni Parvardigorlari tomonidan kelgan haqiqat ilohiy farmon ekanini yaxshi biladilar. Alloh ularning qilmishlaridan g'ofil emasdir. Qasamki, agar siz ahli kitoblarga har qanday hujjat keltirsangiz ham, ular qiblangizga ergashmaydilar. Siz ham ularning qiblasiga ergashuvchi emassiz. Ular, yahudiylar va nasroniylar bir-birlarining qiblalariga tobe emaslar. Bordi-yu, sizga kelgan ilmdan, vahiydan keyin ham ularning xohishlariga ergashib ketsangiz, u holda albatta siz zolimlardandirsiz. Biz kitob bergan o'sha zolim kimsalar uni, Muhammadni xuddi o'z farzandlarini tanigandek taniydilar va ulardan bir guruhi bila turib kitoblaridagi haqiqatni sir tutadilar. Haqiqat bu Rabbingizdan kelgan xabardir. Bas siz shubhalanuvchilardan bo'lmang. Har bir dindor uchun o'zi yuzlanadigan tarafi, qiblasi bor. Bas xayrli ishlarda o'zib ketingiz. Qayerda bo'lmangiz, Alloh hammangizni mahshargohga keltirajak. Albatta Alloh har narsaga qodirdir. Qaysi joydan safarga chiqsangiz ham, namozda yuzingizni Masjid-i Harom, Ka'ba tomoniga o'giring. Ushbu buyruq Parvardigoringiz tarafidan aytilgan haqiqatdir. Alloh qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir. Qaysi joydan yo'lga chiqsangiz, yuzingizni namozda Masjid-i Harom tomoniga o'giring.
ey mo'minlar, qayerda bo'lsangiz yuzlaringizni o'sha Ka'ba tomonga o'giringiz, toki g'arazli odamlarda sizlarga qarshi hujjat bo'lmasin. Magar ular ichida zolimlari ham borki, sizlar ulardan qo'rqmangiz, balki mendan qo'rqingiz. Bu sizlarga ne'matlarimni yanada mukammal qilib berishim va hidoyat yo'lini topib olishlaringiz uchundir. Shuningdek, sizlarga o'zingizdan bo'lmish bir payg'ambar yubordikki, u sizlarga oyatlarimizni o'qib beradi, sizlarni shirk va gunohlardan poklaydi, sizlarga kitob, Qur'on va hikmatni, hadisni ta'lim beradi va bilmaganlaringizni bildiradi. Bas meni yod etingiz, men ham sizlarni yod eturman. Menga shukr qilingiz, noshukurchilik qilmangiz. Ey iymon keltirganlar, sabr va namoz bilan mendan yordam so'rangiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Alloh yo'lida qatl etiluvchilar, shahidlar haqida ular o'likdirlar demangiz. Yo'q, ular tirikdirlar, lekin sizlar buni sezmaysiz. Sizlarni biroz xavf-xatar, ochlik azobi bilan mol u jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering, ey Muhammad. Ularga musibat yetganda, albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz deydilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salavot, mag'firat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topuvchilardir. Albatta Safo va Marva tepaliklari Allohning shiorlaridandir. Bas kim haj yoki umra qilganida u ikkisini tavof etsa, unga gunoh yo'qdir. O'z ixtiyori bilan biror xayrli ish, nafl haj yoki umra qilsa, albatta Alloh shukrini qabul etuvchi dono zotdir. Biz nozil qilgan oyatlar va hidoyatdan iborat narsalarni, Muhammadning barhaq payg'ambar ekanini odamlarga kitob, Tavrotda aniq qilib berganimizdan keyin uni yashirganlarni shubhasiz Alloh la'natlagay va ularni la'natlovchilar, farishtalar va mo'minlar ham la'natlagaylar. Illo qaysilari tavba qilib, xatolarini tuzatib, haqiqatni bayon qilsalar, ularning tavbalarini qabul eturman. Men Tavvob, tavbalarni qabul etuvchi va rahimlidirman. Kufrda bo'lib, kofirlik holida o'lib ketganlarga barchaning Alloh, farishtalar va odamlarning la'natlari bo'lgay. U yerda, do'zaxda abadiy qolurlar. Ulardan azob yengillashtirilmas va ular jazo vaqtidan kechiktirilmaslar ham. Ilohingiz yagona ilohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U mehribon va rahimlidir. Albatta osmonlar va yerning yaratilishida
kecha va kunduzning almashib turishida odamlar uchun foydali narsalar ortilgan kemalarning dengizda suzishida Alloh osmondan tushirib, u sababli o'lik yerni tiriltirgan suvda turli jonzotlarni unda yerda tarqatib qo'yishida, shamollarni turli tomonga yo'naltirishida va osmon bilan yer orasidagi bo'yin sundirilgan bulutda aqlni ishlatadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Odamlar orasida Allohdan o'zga narsani unga teng bilib, ularni Allohni sevgandek sevadigan kimsalar ham bordir. Iymon keltirganlarning Allohga bo'lgan sevgilari esa ularnikidan kuchliroqdir. Qiyomat kuni zolimlar azobni ko'rgan paytlarida butun kuch qudrat Allohga xosligi va Allohning azobi qattiq ekanini bilganlarida edi. O'sha kuni azobni ko'rib peshvolar o'z ergashuvchilaridan tonadilar va ularni birlashtirib turuvchi aloqalar uziladi. Ergashganlar qani edi bir bor dunyoga qaytish mumkin bo'lsa-yu, ular bizdan tonganlaridek biz ham ulardan tonsak deydilar. Shunday qilib Alloh taolo ularning qilmishlarini o'zlariga hasrat uzra hasrat qilib ko'rsatadi. Ular do'zaxdan chiquvchi emaslar. Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanavvul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. U sizlarni faqatgina yomonlik va buzuqlikka va Alloh sha'niga o'zingiz bilmagan narsalarni gapirishingizga buyuradi. Ularga, mushriklarga Alloh nozil etgan narsaga ergashingiz deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizni ne uzra topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz deydilar. Ota-bobolari bordi-yu, hech narsaga aqllari yetmaydigan va to'g'ri yo'ldan yurmaydigan bo'lgan esalarchi. Haqiqatan ham kofir bo'lgan kimsalar vahiydan ta'sirlanmaslikda xuddi hayvonlarga qichqirayotgan kishining ovozidan va hayqirig'idan o'zga narsani eshitmayotgani kabidir. Ular ma'nan kar, soqov va ko'rlardirki, gapni anglamaydilar. Ey iymon keltirganlar, Allohgagina ibodat qiluvchi bo'lsangiz, sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeb, unga shukr qilingiz. U sizlarga o'limtik, qon, cho'chqa go'shti va Allohdan o'zgaga atab so'yilgan narsalarni harom qildi. Ammo zulmkor va tajovuzkor bo'lmagan holda zaruratan majbur bo'lsa, unga gunoh yo'qdir. Dar haqiqat Alloh kechirimli va rahimlidir. Alloh nozil qilgan kitob Tavrotdagi narsani, Muhammad to'g'risidagi oyatlarni sir tutadigan va uni ozgina bahoga sotadiganlar albatta o'z qorinlariga olov yegan bo'lurlar. Alloh qiyomat kunida ular bilan so'zlashmaydi va ularni poklamaydi ham. Ularga alamli azob berilur.
hidoyat o'rniga zalolatni, mag'firat o'rniga azobni sotib olgan kimsalar ana o'shalardir. Bas do'zax azobiga buncha ham toqatli bo'lmasalar, bu jazo Allohning kitobni, Tavrotni haqiqatan nozil qilgani va bu kitob xususida ixtilof qiluvchilar haqiqatan juda ham uzoqda bo'lganlari uchundir. Yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomonlariga burishingiz ibodat qilishingizning o'zi to'la yaxshilik emas, balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirgan, o'zi yaxshi ko'rgan molidan qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, yo'lovchiga, tilanchilarga va qullarni ozod qilish yo'lida beradigan, namozni to'kis ado etib, zakotni to'lab yuradigan kishi va kelishilgan ahdlariga vafo qiluvchilar, shuningdek og'ir yengil kunlarda va jang paytida sabr qiluvchilar yaxshilik ahlidir. Aynan o'shalar iymonlarda sodiqdirlar va aynan o'shalar taqvodordirlar. Ey iymon keltirganlar, sizlarga o'ldirilgan kishilar uchun qasos olish farz qilindi. Ozod kishi muqobiliga ozod kishidan, qul uchun quldan, ayol kishi uchun ayoldan, birodari tomonidan af etilsa, xun to'lashga rozi bo'linsa, u holda yaxshilik bilan bo'yin sunish va xunini yaxshilab to'lash zarurdir. Bu hukm Rabbingiz tomonidan yengillik va marhamatdir. Bas kimki shundan keyin ham haddidan oshsa, unga alamli azob berilur. Sizlar uchun qasosda hayot bor, ey aql egalari. Bu bilan shoyat qotillikdan saqlansangiz. Qaysi biringizga o'lim hozir bo'lganida, yaqinlashganida o'zidan keyin biror yaxshilik, boylik qoldirayotgan bo'lsa, ota-ona va qarindoshlariga ma'lum miqdorda vasiyat qilishlik bitildi. Bu taqvoli kishilar zimmasidagi burchdir. Kimki uni, vasiyatni eshitganidan keyin o'zgartirsa, gunohi faqat o'zgartirganlarga bo'lur. Albatta Alloh eshituvchi va dono zotdir. Ammo kimki vasiyat qiluvchi tomonidan biror xatolik yoki gunoh sodir bo'lishidan qo'rqib, vasiyatni o'zgartirib bo'lsa ham oralarini isloh qilib qo'ysa, unga gunoh yo'qdir. Albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza tutish farz qilindi. Shoyat u sababli taqvoli bo'lsangiz. Sanoqli kunlarda bas sizlardan kimki bemor yoki safarda bo'lsa, sanog'i boshqa kunlardandir. Madori yetmaydiganlar zimmasida bir miskin kimsaning bir kunlik taomi fidyadir. Kimki
ixtiyoriy ravishda ziyoda xayr qilsa, lozim bo'lganidan ortiq fidya bersa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, roza tutishingiz fidya berib tutmaganingizdan yaxshiroqdir. Ramazon oyi odamlar uchun hidoyat manbai va to'g'ri yo'l hamda ajrim etuvchi hujjatlardan iborat Qur'on nozil qilingan oydir. Bas sizlardan kim bu oyda o'z yashash joyida hozir bo'lsa, ro'zasini tutsin. Kimki bemor yoki safarda bo'lsa, tuta olmagan kunlarining sanog'i boshqa kunlardandir. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, og'irlikni xohlamaydi. Bu hisobni to'ldirishingiz hamda hidoyatga boshlagani uchun Allohga takbir aytishingiz va shukr qilishingiz uchundir. Sizdan, ey Muhammad, bandalarim mening haqimda so'rasalar, ayting, men ularga yaqinman. Menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman. Bas ular ham meni da'vatlarimni ijobat etib, menga iymon keltirsinlar, shoyat to'g'ri yo'lga tushib ketsalar. Sizlarga roza kechasida xotinlaringiz bilan qovushish halol qilindi. Ular sizlar uchun libos, sizlar ular uchun libosdirsiz. Sizlarning o'zingizga xiyonat qilayotganingizni Alloh bildi va tavbangizni qabul qilib, sizlarni afv etdi. Endi ular bilan roza kechalarida bemalol qovushib, sizlar uchun Alloh yozgan narsani umid etaveringiz. Shuningdek, tonggacha, ya'ni oq ipning qora ipdan ajraladigan vaqtigacha yeb ichaveringiz. So'ngra ro'zani kechgacha, quyosh botguncha mukammal tutingiz. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan paytlaringizda kechalari ham ular xotinlar bilan qo'shilmangiz. Bular Allohning chegaralaridir. Bas ularga yaqinlashmangiz. Odamlar saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday aniq bayon qiladi. Mol va boyliklaringizni o'rtalaringizda botil yo'llar bilan yemangiz. Shuningdek, bila turib odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'li bilan yeyish maqsadida uni hokimlarga havola etmangiz. Sizdan, ey Muhammad, hilollar, yangi oylar haqida so'raydilar. Ular odamlarga yil hisobi va haj uchun vaqt o'lchovlaridir deb ayting. Uylarga orqa tomondan kirishingiz yaxshilik emas, balki yaxshilik taqvo qilgan odamning yaxshiligidir. Uylarga ularning eshiklaridan kiringiz va Allohdan qo'rqingiz, shoyat najot topsangiz. Sizlarga qarshi jang qiluvchilar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz, lekin jang asnosida ham haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmagay. Ularni, Makka mushriklarini qayerda topsangiz,
o'ldiringiz va sizlarni chiqargan joydan, Makkadan ularni chiqaringiz. Fitna qotillikdan ham ashaddiyroqdir. Ular birinchi bo'lib boshlamaguncha Masjidi Haromda ular bilan urushmangiz. Agar urushni boshlasalar, u holda ularni o'ldiringiz. Kofirlarning jazosi shundaydir. Agar shirk va tajovuzkorlikdan qaytsalar, bas, albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Fitna bosilib, butun din Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Bas, agar urushdan tinsalar, u holda zolimlardan boshqaga nisbatan adovat qilishlik islomda yo'q. Urush man etilgan oy bilandir. Unda urushsalar, sizlar ham shu oyda urushingiz. Toptalgan hurmatlar jazosi qasosdir. Kim sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ham ularga o'sha me'yorda tajovuz qiling. Allohga taqvo qilingiz va bilingizki, albatta Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Alloh yo'lida boyliklaringizdan sarflangiz va o'z qo'llaringiz baxilligingiz bilan o'zlaringizni halokatga tashlamangiz. Barcha ishlarni chiroyli qilingiz. Albatta Alloh chiroyli ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Haj va umrani Alloh uchun mukammal ado eting. Agar kasallik yoki qaroqchilar tufayli qurshovda qolsangiz, qurbingiz yetgan biror bo'taloq, sigir, qo'y kabi jonliq so'ying. O'sha qurbonlik joyiga yetib bormagunicha boshlaringizni, sochingizni qirmang. Sizlardan kimdir hajda kasal bo'lsa yoki boshidan bit yoki biror darddan aziyat cheksa, sochini oldinroq oldirishi yoki qisqartirishi mumkin, lekin u ro'za yoki sadaqa yoxud qurbonlik bilan fidya to'laydi. Qurshovdan xotirjam bo'lganingizdan keyin haj vaqtigacha kimki umra qilib tamattu qilsa, ehromdan vaqtincha chiqib olsa, muyassar bo'lgan qurbonlik qilsin. Kim bunga imkoniyat topa olmasa, 3 kun hajda, 7 kun qaytganlaringizdan keyin ro'za tutsin. Shular hammasi rosa 10 kundir. Bu hukmlar oilasi, yashash joyi Masjidi Haromda bo'lmaganlar uchundir. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, Alloh azobi ashaddiy zotdir. Haj mavsumi uchun ma'lum oylar belgilangan. Bas, kim shu oylarda hajni o'ziga farz qilsa, haj davomida xotiniga yaqinlashish, gunoh, ma'siyat va janjal kabi ishlarga ruxsat yo'q. Har qanday yaxshi, savobli ish qilsangiz, albatta uni Alloh bilur. Haj safariga ozuqa olib chiqing. Eng yaxshi ozuqa taqvodir. Taqvoni menga qilingiz, ey oqillar. Haj mavsumida tijorat bilan
Rabbingizdan fazl tilashingizda sizlarga hech qanday gunoh yo'qdir. Arafotdan tushganingizda, Mash'ari Haromda, Muzdalifada Allohni talbiya, tahlil, takbir, sano bilan zikr eting. U sizlarni garchi ilgari adashganlardan bo'lsangizda haq yo'lga hidoyat qilgani kabi sizlar ham uni yod etingiz. So'ngra odamlar tushgan yerdan Arafotdan tushingiz va Allohdan mag'firat so'rangiz. Albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Hajga oid ibodatlaringizdan forig' bo'lganingizdan keyin Allohni go'yo ota-bobolaringizni madhiyalar bilan yod etganlaringizdek, balki undan ham ziyodroq yod etingiz. Odamlar orasida shundaylari ham borki, ular: "Ey Rabbimiz, bizga shu dunyoda bergin" deydilar. Vaholanki ularga oxiratda nasiba yo'qdir. Yana shundaylari ham borki, ular: "Ey Rabbimiz, bizga bu dunyoda ham yaxshilik ato etgin, oxiratda ham yaxshilik ato etgin va bizni do'zax azobidan asragin" deydilar. Aynan o'shalarga qilgan ishlaridan nasiba, savob bordir. Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Sanoqli ma'lum kunlarda Allohni ko'proq zikr qilingiz. Kimki 2 kunda shoshilsa, haj ishlarini tugatib ketsa, unga gunoh yo'q. Kim 3-kungacha kechiksa, unga ham gunoh yo'qdir. Basharti taqvoli bo'lsa. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, sizlar albatta uning huzuriga yig'ilursiz. Odamlar orasida shunday kimsa ham borki, uning dunyo hayoti to'g'risidagi gapi sizga qiziqarli bo'ladi. Dilidagi iymoniga Allohni guvoh qiladi. Vaholanki o'zi islomga nisbatan dushmanlarning ashaddiysidir. Oldingizdan ketganida yerda fitna, fasod, ekin va naslni halok qilish ishlari bilan yuradi. Alloh esa fasodni, buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Unga Allohdan qo'rqin deyilsa, g'ururi uni gunoh ishlarga undaydi. Unga faqat jahannam bas kelur. Naqadar mudhish joy u. Odamlar orasida Allohning roziligini istab jonini beradigani ham bor. Alloh bandalarga mehribon zotdir. Ey iymon keltirganlar, yoppasiga itoatga kirishingiz va shaytonning izidan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. Agar sizlarga hujjatlar, oyatlar kelgandan keyin ham yanglishsangiz, bilingizki, albatta Alloh qudrat va hikmat sohibidir. Ular haqni inkor etuvchilar, balkim soyabon bulutlar ostida Alloh va farishtalar kelganda ish tugashini, qiyomatni kutayotgandirlar. U kunda barcha ishlar Allohga oshirilajak
Isroil avlodidan so'rang, ularga qanchalik ko'p aniq mo'jizalar beribmiz. Kim Allohning ne'mati kelgandan keyin uni o'zgartirar, noshukrchilik qilar ekan, albatta Alloh jazosi qattiq zotdir. Kofir bo'lganlarga bu dunyo ziynatli qilib qo'yilgan. Ular iymon keltirganlar ustidan kuladilar. Holbuki qiyomat kuni taqvoli bo'lganlar ulardan balanddirlar. Alloh xohlagan kishilarga behisob rizq berur. Odamlar bir millat, bir xil dinda, ya'ni islomda edilar. So'ngra ular buzilib ketgach, Alloh ham xushxabar beruvchi, ham ogohlantiruvchi payg'ambarlarni yubordi. Yana ular bilan birga odamlar orasida chiqqan kelishmovchiliklarni hal etadigan hukmlarni chiqarsin deb ilohiy kitobni ham haqiqatan nozil qildi. Hujjatlar, oyatlar kelgandan keyin shu kitob berilganlarning o'zi haddan oshib, hasad qilib, u to'g'rida ixtilof qildilar. Lekin Alloh iymon keltirganlarni ular ixtilof qilgan narsalar ichidan o'z izni ilmi bilan hidoyat sari yo'lladi. Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga yo'llagay. Yoki ey mo'minlar, sizlardan ilgari o'tganlarning kuni boshingizga kelmay turib, jannatga osongina kiramiz deb o'yladingizmi? Ularga balo va musibatlar kelib, shunchalik larzaga tushgan edilarki, hatto payg'ambar va iymonli kishilar Allohning yordami qachon kelar ekan degan edilar. Ogoh bo'lingki, Allohning yordami hamisha yaqindir. Sizdan ey Muhammad, qanday ehson qilishni so'raydilar. Ayting, nimaniki xayr ehson qilsangiz, ota-ona, qarindoshlar, yetimlar, miskinlar va musofirlarga qilingiz. Alloh har qanday qilgan ehsonlaringizni bilib turuvchidir. Sizlarga yov bilan jang qilish farz qilindi. Vaholanki u sizlar uchun yoqimsizdir. Balkim sizlar yoqtirmagan narsa aslida o'zlaringiz uchun yaxshi, yoqtirgan narsangiz esa aslida sizlar uchun yomon bo'lib chiqar. Alloh bilur, sizlar esa bilmaysizlar. Sizdan shahri haromda jang qilish hukmi haqida so'ramoqdalar. Ayting, unda jang qilish katta gunohdir. Lekin odamlarni Alloh yo'lidan qaytarish, unga kufr keltirish va hojilarni masjidi haromdan to'sish hamda aholisini quvib chiqarish Alloh nazdida ulardan ham kattaroq gunohdir. Fitna esa qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Ular imkon topsalar, to diningizdan qaytarmagunlaricha sizlar bilan jang qilaveradilar. Sizlardan kimda kim o'z islom dinidan qaytib kofir holida o'lsa, unday kimsalarning qilgan amallari, toat ibodatlari dunyo yu oxiratda
behuda ketar. Ular do'zax ahlidirlar va unda mangu qolurlar. Iymon keltirgan, Makkadan Madinaga hijrat qilgan va Alloh toati yo'lida jiddu jahd qilgan kishilar, aynan o'shalar Allohning rahmatidan umid qilurlar. Alloh esa kechiruvchi va rahimli zotdir. Sizdan may, mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'ramoqdalar. Ayting, u ikkisida katta gunoh va odamlar uchun ayrim foydalar ham bor. Ikkisining gunohi foydasidan kattaroqdir. Sizdan yana nimani ehson qilishlari to'g'risida so'ramoqdalar. O'zingizdan ortganini deb javob bering. Shunday qilib, Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon etadi, shoyat fikr yuritsangiz. Dunyo va oxirat haqida. Sizdan shuningdek yetimlar to'g'risida so'ramoqdalar. Ayting, ularni isloh qilish yaxshidir. Agar mollaringizga ularning mollarini qo'shib yuborsangiz, zarari yo'q. Zero ular bamisoli o'z birodarlaringizdir. Alloh buzg'unchi bilan isloh etuvchini farqini biladi. Agar Alloh xohlasa, sizlarni qiyinchilikka solib qo'ygan bo'lar edi. Albatta Alloh qudrat va hikmat egasidir. Mushrika ayollarni to iymon keltirmagunlaricha nikohingizga olmang. Zero hur mushrika ayoldan ko'ra iymonli cho'ri yaxshiroqdir. Garchi u mushrika sizlarga manzur tuyulsa ham. Mushrik erkaklarga ham to iymon keltirmagunlaricha mo'mina qizlarni nikohlab bermangiz. Zero hur mushrikdan ko'ra iymonli qul yaxshiroqdir. Garchi u mushrik sizlarga manzur tuyulsa ham. Ular, mushriklar, do'zaxga chorlaydilar. Alloh esa o'z izni bilan jannatga va mag'firatga chorlaydi va eslatma olishlari uchun odamlarga o'z oyatlarini bayon etadi. Sizdan hayz to'g'risida so'ramoqdalar. Ayting, u er va xotin uchun aziyatdir. Bas, hayz paytida xotinlaringizdan chetlaningiz va to poklanmagunlaricha ularga yaqinlashmangiz. Poklanganlaridan keyin ularga Alloh buyurgan ravishda kelaveringiz, qovushingiz. Albatta Alloh shungacha bilmay yo'l qo'ygan xatolaridan chin tavba qiluvchilarni va obdon poklanib yuruvchilarni sevadi. Xotinlaringiz sizlar uchun ziroatgohdir. Bas, ziroatgohingizga xohlagan jihatingizdan kelaveringiz va o'zingiz uchun savobli ishlarni taqdim etingiz. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, siz u bilan muloqot qiluvchidirsiz. Mo'minlarga oxirat mukofotlari haqida xushxabar bering, ey Muhammad. Ezgu ish qilishingiz,
taqvoda bo'lishingiz va odamlar o'rtasini isloh etishingiz borasidagi qasamlaringiz uchun Alloh nomini ko'ndalang qilavermangiz. Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Alloh sizlarni tilingiz uchida aytgan behuda qasamlaringiz uchun javobgar qilmaydi. Balki dillaringiz kasb etgan narsa qasamlaringiz uchun javobgar qilur. Alloh kechirimli va halim zotdir. Xotinlaridan qasam bilan voz kechganlar uchun 4 oy muhlat bor. Agar shu muddat ichida qasamlaridan qaytsalar joizdir. Zero Alloh kechirimli va rahimlidir. Bordi-yu taloq qilishga azmu qaror qilgan bo'lsalar, buni ham Alloh eshituvchi va biluvchidir. Taloq qilingan ayollar o'zlariga qarab 3 hayz muddati o'tishini kutib o'tiradilar. Agar ular Allohga va oxirat kuniga ishonsalar, bachadonlarida Alloh yaratgan narsa homila yoki hayzni yashirishlari halol ish emas. Agar erlari islohni, oilani tiklashni xohlasalar, shu muddat ichida ularni qaytarib olishga haqlidirlar. Ayollar uchun belgilangan huquqlar o'z me'yorida erkaklar huquqi bilan tengdir. Ayollarga nisbatan erkaklarda bir daraja ziyodalik bor. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Taloq 2 martadir. So'ngra oilani yaxshilik bilan saqlash yoki chiroyli suratda ajrashish mumkin. Ularga bergan narsalardan, mahrlaridan biror narsani qaytarib olishlaringiz sizlarga halol emas. Magar xotin Allohning oila to'g'risidagi buyruqlarini bajara olmaslikdan qo'rqsalar, bu undan mustasno. Agar ularning Alloh buyruqlarini bajara olmasliklaridan qo'rqsangiz, eridan taloq olish niyatida evaz berishida va erning shu evazni olishida xotin uchun gunoh yo'q. Bu Allohning belgilab qo'ygan hudud chegaralaridir. Ulardan oshib tajovuz qilmangiz. Kimki Allohning hududidan tajovuz qilsa, ana o'shalargina zolimlardir. Agar uni 3-marta taloq qilsa, u ayol to boshqa bilan nikohlanmagunicha va undan ham taloq olmagunicha unga halol bo'lmaydi. Bas, agar keyingi uni taloq qilsa qaraladi. Agar Allohning buyruqlarini bajara olishga ishonsalar, avvalgi bilan turmushga qaytishlarida gunoh yo'qdir. Bular Allohning belgilab qo'ygan hududi bo'lib, biladigan odamlar uchun ularni bayon qilur. Xotinlarni taloq qilganingizda, ular idda muddatiga yetsalar, bas, ularni yaxshilik bilan olib qolingiz yoki yaxshilik bilan javoblarini beringiz. Ularga zulm qilib, zararlantirish niyatida ushlab turmang. Kim shunday qilsa,
demak o'ziga zulm qilibdi. Allohning oyatlarini hazil bilmangiz. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga nasihat sifatida nozil qilgan kitob va hikmatni yodingizda tutingiz. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, albatta Alloh hamma narsani biluvchi zotdir. Xotinlarni taloq qilganingizda idda muddatiga yetgan bo'lsalar, ey ota-ona va qarindoshlari, ular o'zaro yaxshilikcha kelishib olgan bo'lsalar, erlariga qaytadan nikohlanishlarida ularga tazyiq o'tkazmangiz. Bu gaplar sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun nasihat sifatida aytilmoqda. Bu sizlar uchun eng beg'ubor va pok hukmdir. Alloh bilur, sizlar bilmassizlar. Onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar. Bu muddat emizishni kamoliga yetkazishni istovchilar uchundir. Ularni, onalarni me'yorida oziqlantirish va kiyintirish otaning, erning zimmasidadir. Hech kimga toqatidan ortiq mas'uliyat yuklanmaydi. Bolalari tufayli ota ham, ona ham zarar ko'rmasin. Merosxo'rning zimmasida ham xuddi shunday nafaqa mas'uliyati bor. Agar ota-ona o'zaro kelishib, maslahat bilan bolani sutdan ajratmoqchi bo'lsalar, gunohkor bo'lmaydilar. Agar bolalaringizni begona ayolga emizdirmoqchi bo'lsangiz, haqqini me'yorida to'lab turingiz. Gunohkor bo'lmaysiz. Allohdan qo'rqingiz va bilingizki, albatta Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchi zotdir. Sizlardan vafot etib, xotinlarini qoldirgan bo'lsalar, beva xotinlari 4 oy 10 kun o'zlarini kuzatib, idda saqlab o'tiradilar. Idda muddatlarini o'tab bo'lgach, ular o'z turmushlari xususida yaxshilik bilan qilgan ishlarida sizlar uchun, ey mayyit egalari, gunoh yo'qdir. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Tul xotinlarga sovchilikni ishora, taklif qilishingizda yoki uni ichingizda pinhon saqlashingizda sizlar uchun gunoh yo'q. Alloh u xotinlarga sovchilik haqida gapirishingizni bilur. Lekin ular bilan xufiyona va'dalashmangiz. Faqat ularga yaxshi gap gapirishingiz mumkin. To bitik idda o'z muddatiga yetmaguncha nikoh bog'lashga azmu qaror qilmang va bilingizki, albatta Alloh ichlaringizdagi narsani ham bilur. Bas undan, azobidan ehtiyot bo'ling va yana bilib qo'yingizki, albatta Alloh kechirimli va halimdir. Agar xotinlaringizni qovushmay turib yoki ularga mahr belgilamay turib taloq qilsangiz, sizlar uchun gunoh yo'qdir. Lekin ularni moddiy jihatdan ta'minlang. Boy ham, kambag'al ham o'z hollariga qarab ta'minlasin. Ezgulik qiluvchilar, yaxshi odamlar zimmasiga yuklangan huquq shudir.
agar ularga mahrni belgilagan bo'lsangiz, lekin qovushmay turib taloq qilgan bo'lsangiz, belgilangan mahrning yarmi zimmangizdadir. Magar ular shu yarmini olishdan ham voz kechib yuborsa, yoki nikoh o'z ixtiyorida bo'lgan kishi, ya'ni o'sha yarim mahrdan voz kechsa, uni mukammal to'lasa joizdir. Kechib yuborishingiz taqvoga yaqinroqdir. O'zaro bir-biringizga fazl, muruvvat qilishni unutmangiz. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. 5 vaqt farz qilingan namozlarni, xususan o'rta namozni saqlangiz, o'z vaqtida o'qingiz va namozda Allohga bo'yin sungan holatda kamtarlik bilan turingiz. Agar dushman hujumidan xavfda bo'lsangiz, bas piyoda yoki ulovda namoz o'qiyveringiz. Xavfdan xotirjam bo'lganingizda esa bilmaganlaringizni sizga ta'lim berganidek Allohni zikr eting, namoz o'qing. Sizlardan vafot etib xotinlarni qoldiradiganlar xotinlariga 1 yilgacha erining uyidan chiqarilmay ta'minlanadigan miqdordagi narsani vasiyat qilsinlar. Agar ular xotinlar o'zlari ixtiyoriy ravishda chiqib ketib, o'zlariga tegishli zinat, pardoz va sovchilarga ko'rinish kabi joiz ishlarni qilishsa, sizlarga gunoh yo'qdir. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Taloq qilingan ayollarni me'yorida ta'minlash taqvodor erlarning zimmalaridagi haq burchdir. Shu tariqa Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon etadi. Shoyat shunda aql yuritsangiz. Ko'rmadingizmi, ey Muhammad? O'limdan qo'rqib o'z yurtlaridan chiqib ketgan minglab kishilarga Alloh o'lingiz dedi. So'ngra ularni tiriltirdi. Albatta Alloh odamlarga nisbatan fazlu karamlidir. Lekin ko'p odamlar bunga shukr qilmaydilar. Alloh yo'lida jang qilingiz va bilingizki, albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir. Allohga chiroyli qarz beradigan, uning yo'lida o'z boyligidan sarflaydigan kishi bormiki, unga bir necha barobar ko'p qilib qaytarsa? Holbuki Alloh rizqni tang ham, keng ham qilur va sizlar uning huzuriga albatta qaytarilajaksizlar. Musodan keyingi Isroil avlodidan bo'lmuş zodagonlarni ko'rmaysizmi? Ular o'zlarining payg'ambariga bizga bir podshoh yuborgin, u bilan birga Alloh yo'lida jang qilaylik deyishdi. Balkim sizlarga urush farz qilinsa urushmassiz dedi payg'ambar. Ular yurtimizdan va farzandlarimizdan judo qilinib turibmiz-ku, nega Alloh yo'lida urushmas ekanmiz dedilar. Urush farz qilinganda esa ozgina kishidan tashqarilari jangga chiqishdan bosh tortdilar. Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir.
ularga payg'ambarlari Alloh sizlarga Tolutni podshoh etib yubordi desa, ular unga ustimizdan qanday ham podshohlik bo'lsin, axir hukmronlikka biz undan haqliroqmiz-ku. Bundan tashqari unga mol mulk ham mo'l-ko'l berilmagan deyishdi. Payg'ambar aytdi: Alloh uni sizlarga o'zi tanlab, uni ilm va jismoniy jihatdan ziyoda etdi. Alloh xalq podshohligini o'zi xohlagan kishiga beradi. Alloh karami keng va bilimdondir. Payg'ambarlari ularga aytdi: uning podshohlik belgisi shuki, sizlarga bir sandiq keladi. Unda Rabbingizdan taskin va Musa hamda Harun oilalaridan qolgan qoldiqlar joylashgan bo'lib, uni sandiqni farishtalar ko'tarib turadilar. Agar mo'min bo'lsangiz, shubhasiz bunda sizlar uchun belgi bor. Tolut lashkarlari bilan shahardan chiqqach aytdi: Alloh sizlarni daryo bilan sinab ko'ruvchidir. Bas kim undan ichsa, u mendan, tobelarimdan emas, va kim undan ichmasa, albatta u mendandir. Magar qo'li bilan bir hovuch olsa joizdir. Bas ozchilikdan tashqari hammalari undan ichdilar. U Tolut mo'minlar bilan daryodan o'tgach, askarlar aytdilar: bu kun bizda Jolut va uning lashkariga toqat yo'q. Shunda Allohga qiyomat kuni yuzma-yuz bo'lishlariga ishonadigan kishilar aytdilar: qanchadan qancha kam sonli guruhlar Allohning izni bilan ko'p sonli guruhlar ustidan g'alaba qozongan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Jolut va uning lashkarlari bilan to'qnashganlarida: ey Rabbimiz, bizga sabr va toqat yomg'irini yog'dir. Qadamlarimizni sobit qil va kofirlar qavmi ustidan bizga g'alaba ato et dedilar. Shunday qilib Allohning izni bilan ular ustidan g'alaba qozondilar. Davud Jolubni o'ldirdi va Alloh unga, Davudga podshohlik va payg'ambarlik hamda o'zi xohlagan narsalarni o'rgatdi. Agar Alloh odamlarning birini ikkinchisi bilan daf etib turmas ekan, shubhasiz yer fasodga, buzg'unchilik va xarobaga aylangan bo'lar edi. Lekin Alloh barcha olamlarga nisbatan fazl egasidir. Bular Allohning oyatlaridir. Ularni sizga, ey Muhammad, haqqoniy ravishda tilovat qilmoqdamiz. Siz albatta payg'ambarlardandirsiz.